Gepatit C'ni tashqi belgilari. Gepatit C'ni o'zi xalqda erkalab o'ldiruvchi kasallik deyiladi. Chunki uni boshlanishida hech qanaqa belgilar bilinmaydi. Uzoq yillar davomida deyarli klinik belgilarsiz kechadigan kasallik hisoblanadi. Boshida bemorlarda tez charchash, holsizlanish, uyquni buzilishi, ishtahani buzilishi, pasayishi yoki bosh og'rig'i kabi belgilar kuzatilishi mumkin. Lekin buni insonlar o'zini kun davomida ishlagan ishi bilan, shu qanaqadir uyi ishlari yoki ishxonadagi muammolar bilan bog'lashi mumkin. O'zini kasal deb hisoblamaydi. Lekin uni birinchi eng asosiy belgilaridan biri bo'lgan ko'zdagi sariqlik ba'zi vaqtlarda, ya'ni kasallik yaxshigina rivojlangan vaqtida ko'zga tashlanadi. Shundan ham qarab bilishi mumkin. Ko'zini sariqligi yoki teridagi ozgina sariqlik bilan ham jigarda qandaydir muammo borligini tezda aniqlash mumkin bo'ladi, taxmin qilish mumkin bo'ladi. Asosiy tashxisni esa bu bemorni o'zini aniq ko'rib, klinik laboratoriya ko'rsatkichlarini hammasini ko'rgandan keyingina tasdiq qo'yishi mumkin bo'ladi.